hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Sodiq Ibrohim YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan hozir Farg'ona Polsha bozorini laminat narxlarini tanishtirishamiz. Polsha bozoridan kirganda katta bo'lganda kim so'raydi? Marvar do'koni narxlari. Assalomu alaykum. Hormaylar. Tujinsiz. Yaxshimisiz? Sizlarni charchamas. Otingiz kimida? Olimxon ukamiz, akamiz. Laminat olganman sizdan bir oy oldin. Yaxshi, zo'r ekan. Shunga bir yana bir tanishtirib o'tsangiz iloji bormi? Bemalolmisiz? Bo'ldi aka. Bemalolmi? İşler qo'llaring, men ko'rsatib narxlarni ko'rsatib turaman. Florpan Blue. Shunaqami aytilishi? Xo'p, hurmatli obunachilar, mana Olimxon ukamizning hozir sizlarga bitta qancha laminat turlari bor, plintuslar, undan keyin qancha turlari bor, narxlarni hammasini yoritib berishga harakat qilamiz imkon boricha. Olimxon so'rashiga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, charchamayapsizmi? Qilyapsizmi? Laminatingiz zo'r lekin. Ashinchi kelyapman-da bitta video qilamiz. Rahmat, borlaringga shukr. Olimxon, endi qanday tushuntirsam bularga? Tanishtiraveramiz, ha? Bir bosh firmalarini, qanchadan dastavkalar qayergacha shular haqida ma'lumot beraverasiz. Xo'p, hozir biz mana Polsha bozorida turibmiz. Polsha bozorida Marvarid degan do'kon bor. Marvaridda Flurpan bilan birgalikda ochilgan do'koni bor. Ya'ni Flurpan brendi bu Rossiya bilan Turkiya savmesini ishlab chiqaradi. Bularning endi qalinligi 7 likdan 12 likgacha bo'ladi. Har xil klassdagilari bor. 31 dan 34-klassgacha bor. 34-klass laminatlar eng oliy sifatli laminatlar bo'ladi. Endi ishlab chiqaruvchi u sharoitda 30 yilgacha garantiya beradi bunga. Endi 31-klass eng kichkinasi bo'ladigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi 5 yilgacha garantiya beriladi, yaxshi holatda foydalanadigan bo'lsa. Xo'p, endi narxlariga keladigan bo'lsak, narxlarimiz 77 ming so'mdan boshlanadi to 142 minggacha har xil laminatlarimiz bor. Laminatlarning narxlanishlari bu qalinligiga qarab turib bo'ladi. Ya'ni qancha qalinlashib ketgani sari, klassi o'sib borgani sari laminatlarning narxlari ham shunchalik balandlab ketaveradi. Xo'p, endi uyga olinadigan bo'lsa, 31-32-klass olingani ham bo'laveradi. Ishlab chiqaruvchi 15 yilgacha garantiya beradi, to'g'ri foydalanadigan bo'lsa. 33-klass laminatlar bor. Endi bular ko'proq ofislarga ishlatiladi. 34-klass bilan ishlab chiqaruvchi bularga 25 yilgacha garantiya beradi. Ularda zichligi ancha yuqori bo'lganligini hisobiga sal uzoqroq muddat xizmat qiladi. Bizning Flurpan do'konimizda 200 xildan oshiq dekorlar bor. Dekor degani ya'ni laminatlarning ko'rinishlari bo'ladi. Har xil turdagi. Xo'p, bundan tashqari mana bizda archa shaklida teriladigan laminatlar ham bor. Xo'p, mana stenada turganlar, bular archa shaklida teriladigan laminatlar hisoblanadi. Bularni Germaniya bilan Xitoy savmesini ishlab chiqaradi. Ishlab chiqarish Xitoyda bo'ladi. Bularning qalinligi 12 mmli laminat, klassi 32-klass laminat bo'ladi. Narxlari qanaqa? Xo'p, narxlari aka 262 ming so'm 1 kvadrati. 262 ming so'm. 262 ming so'm. Bu yetkazib berishi bilanmi? Xo'p, yetkazib berish xizmatimiz bepul, faqat Farg'ona, Marg'ilon, Oltiariqqa yetkazib berish xizmatimiz bepul. Aha, tushunarli. Xo'p, bularni qanaqa endi? Bular razmerlari, firmalari deydimi? Hammasi Florpanmi, nima edi? Florpan. Xo'p, bular hammasi o'sha Flurpan brendiga tegishli laminatlar hisoblanadi. Mana shu yerda turganlar, bular 8 li laminatlar. Bunda ham o'sha 32-klass, 33-klass laminatlar bor. Narxi 85 mingdan 108 minggacha narxlanadi. Tushunarli. Xo'p,
Bularchi? Xo'p, bular tureskiy laminatlar. Bular qalinligi 10 mm bo'ladi, 32-klass laminat bu ham. Buni narxi 156 ming so'm. Hozir skidkada turgan narxi. Avvalgi narxi 213 ming so'm bo'ldi. Tushunarli. Bular qaytlar uchun mo'ljallangan? Uylarga, xonadonlarga qilsa bo'ladimi? Bular ham endi ko'proq, buni razmeri endi 40 ga 120 bo'ladi. Buni qanaqa joylarga qo'yish mumkin? Uyingiz kvadrat ancha kattaroq bo'ladigan bo'lsa, ana shunaqa xonalarga qo'ygan ma'qulroq. Sababi nima? Sababi kattaligida. Rasxoti kamroq bo'ladi. Rasxoti ham sal kamroq bo'ladi. Lekin keng uylarda chiroyli ko'rinadi bu laminatlar. Yana bitta narsani tushuntirib berib keting. Buni tagi to'pli pol bo'lsa qanaqangi nima deydi? Sintifon beriladi. Xo'p, to'pli pol bo'ladigan bo'lsa, Rossiyaning mana Solid degan firmasi bor. Bu podloshka garmoshka tavsiya qiladi to'pli pol uchun. Chunki bunda mana teshi bo'ladi. Spetsiyalni o'sha to'pli poldan chiqayotgan issiqlikni ravnomерно taqsimlab berish uchun mana shunaqa teshili podloshka garmoshkadan qo'yiladi. Buning endi afzallik xususiyatlari bor. Nima afzallik xususiyatlari? Siz mana birinchi o'rinda to'pli poldan chiqayotgan issiqlikni yaxshi taqsimlab beradi. Ikkinchi o'rinda sirkulyatsiya vozduha bor. Havoni aylantirib turadi, laminatni terlatmaydi. Lekin zvuk izolyatsiyasi bor. Zvukni qaytarib yuboradi. Masalan, agar uyingiz etaj bo'ladigan bo'lsa, pastki qo'shnilarga dapur-dupurlar uncha eshitilmaydi. Keyin nagruzkaga chidamli. Ya'ni siz mebel, og'ir narsalar qo'yadigan bo'lsangiz, cho'kib qolmaydi. Ya'ni 1 metr kvadratda 10 tonnagacha bo'lgan yukni ko'taraveradi. Keyin agar stechkada yoki nalivnoy polda 1 mm gacha bo'lgan notekstillar bo'ladigan bo'lsa, buni ham bartaraf qiladi. Eng asosiysi buni terish qulay bo'ladi. Masalan, bitta ochganingizda 8 metr bo'ladi bu to'pli poldagi. Shuni qo'yib ketsa bo'laveradi. Asosiysi bakteriyalar bunda rivojlanmaydi. Shunaqa afzallik xususiyatlari bor. Necha pul turadi bu? Xo'p, buni bitta turishi 85 ming hisoblanadi. Kvadrat 804 kvadratga. 804 85 ming so'm, ha? 85 mingdan bo'lganda ham. Xo'p, hurmatli obunachilar, yana bu yerda nima deyiladi? Plintuslari bor ekan. Nomi nima? Xo'p, buni vitrina uchun qo'yganmiz. Bu plintuslar o'zimizda O'zbekistonda Jizzaxda ishlab chiqariladi. Razmerlari 8 likdan 14 likgacha bo'ladi. Uzunligi 2 metr 40 sm bo'ladi. Endi bular ichida mana bunaqa svetodiodli plintuslarimiz ham bor. Bular orasiga LED lampochka qo'ygan holatda qo'ysa bo'ladi. Yoqib qo'ysa bo'ladi. Juda chiroyli bo'ladi. Eng ozoni buni 1 metr 24 ming so'mdan turadi. 24 ham o'sha razmeri balandlashgani sari narxi ham balandlashib ketaveradi. Tushunarli. Xo'p, yana anolar nima? Buni o'sha aytdingizmi? Archa shaklidagi. Bular ham archa shaklida teriladigan laminatlar, terilgani mana shunaqa shaklda teriladi. Yana nimalar bor sizlarda? Bu nima edi? Magazin nomi? Marvarid do'konida yana nimalar topsak bo'ladi? Xo'p, mana spesialni bu yoqda mana plintuslar bor. Turkiyada ishlab chiqarilgan plintuslar. Razmerlari 8 likdan 10 likgacha bo'ladi. Bularda uzunligi 2,5 metr bo'ladi. Xo'p, bularda 1 metri 32 ming so'mdan to'g'ri keladi, 8 ligi. 10 ligi 38 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bunda mana nimasi bilan ajralib turadi deydigan bo'lsangiz, svetlarini har xil, ranglarini har xilligidan ajralib turadi. Ya'ni har qanday laminatga mos keladigan plintus shu yerdan topsangiz. Hammasini topamiz, xudo xolasa. Xo'p. Mana hurmatli obunachilar, sizlar bilan laminat narxlarini yoritishga harakat qildik qo'ldan kelgancha. Kam-ketigi bo'lsa, kelib yoki telefon orqali bog'lanib olishlaring mumkin. Kanalga obuna bo'linglar, like, podpiska bosinglar. Hammaga katta rahmat. Sog' bo'lasizlar.